Jing va Shixo urushlarining qahramoni Osman Batur. Osman Baturning to'liq ismi Osman İsmail Muhammed İbrahim bo'lib, Uyg'urcha tarixiy manbalarda Osman İbrahimov shaklida xotirlangan. Osman Batur 1921-yili 2 noyabrda Ili vodisida dunyoga kelgan. Uning ulug' bovisi İbrahim Qazikalan hozirgi Xotan viloyatining Uyg'ur xalqi nihoyat zish o'ltiraqlashgan Qaraqosh nahiyasining To'qmoq kentidan edi. U Qaraqoshdagi Imom Askar mozirini tayanch bazi qilib turib 1760-yili yozda Xotanni ishg'ol qilib olgan Manju Qing imperiyasiga qarshi keng ko'lamlik xalq isyoniga boshchilik qilganligi uchun 1766-yili butun urug' jamoati bilan birga Ilidagi Manju ishg'olchilarining atalmış Ili general mahkamasi joylashgan G'ulji tavasiga surgun qilingan edi. Osman İbrahimning bovisi Muhammed İbrahim dinni ve fanni ilmlarda kamolatga yetgan mo'tvar edi. Ular Ili Uyg'ur sultonligining qurilish bosqichida Alaxon Sultan, To'qlak Palvon ve Sadir Palvon qatorliq 4 mashhur bilan bir qatorda g'oyat zo'r tarixiy to'hfa ko'rsatishgan edi. Alaxon Sultanning taxtga chiqishida ve Char Rossiyaga qarshi urushlarda ularning to'hfasi hammadan ko'p edi. Ili vodisi 1871-yildan 1881-yilga qadar Char Rossiya ishg'oliyati ostida turgan chog'larda Osmanning bovisi alayda taklif bilan yangidan ovat bo'layotgan Almata ve Yarkentlarga joylashgan Uyg'urlarning dinniy peshvosi bo'lib qolgan. 1881-yili 2-oydagi Ili shartnomasiga asosan ishg'ol ostidagi Ili sultonligining 1/3 qismi Manjularga to'liq qaytirib berilganda Zozungtang boshchiligidagi qon ichar dushmanlarning Tarimdagi g'oyat zo'r cho'ng qirg'inchiligini yorish ve Ili vodisidimi sodir qilishidan andish qilgan Uyg'urlar ve qadimdan Sharqiy Turkistonda yashab kelgan qarindosh qavmlar 1881-yildan 1884-yilga qadar uda 3 yil Char Rossiya ziminiga aylangan Yetsu ve Balqash vodilariga keng ko'lamda ko'chishgan. Shuningdan buyon Osman İbrahimovning bovisi Allama Muhammed İbrahim ve otasi İsmail Muhammed Yetsuda muqim yerlashib qolgan. Osman İbrahimov 8 yoshga kirgan yili Yetsudagi Uyg'ur milliy ve ma'naviy peshvosi Nazar Xo'ja Iliga ko'chib kelgan edi. Osman Baturmu yaqin sabdishi Qurbon Burhoniddinov bilan bir qatorda Nazar Xo'janing qo'lida tarbiyalangan. Osman ularning ichida yeshi eng kichik bola edi. Bu jarayonda u Hamid Muslimovning zo'r ta'siriga uchirgan edi. 1942-yili amdili 21 yoshdan hal qilgan Osman İbrahimov Almata shahrida milliy inqilobga tayyorlik qilish atritiga qo'shilib Japalik harbiy mashqlantirishdan o'tgan. 1944-yili 8-oyning 5-ida Fatih Muslimov boshchilik qilgan Hamid Muslimov, Qurbon Burhoniddinov, Osman İbrahimov, Nur Obulov, G'ushur Mamutov ve Rafiq Baychurin qatorliq 7 kishilik kichik atrat Qo'rg'os chegarasidan kirgan ve Nilqi nahiyasidagi Ulastay teg'iga berib Akbar qatorliqlar bilan ko'rishib qo'zg'olonning maslahatini qilishgan. 1944-yili 8-oyning 14-kuni Ulastay teg'ida Fatih Muslimov, Akbar Batur, G'ani Batur qatorliq kishilarni yadro qilgan partizanlar atriti qurildi ve vaqtliq qo'mondonlik shtabi ta'sis qilindi. Fatih Muslimov bosh qo'mondon, Akbar Seryoja Lapshin muavin bosh qo'mondon bo'ldi. Uning tövünide 3 tarmoq atrat tashkil qilindi. Birinchi cho'ng atratga Akbar Batur, Seyitlar qo'mondon bo'ldi. Ikkinchi cho'ng zarbidor atratga G'ani Batur ve Osman İbrahimov qo'mondonlik qildi. 8-oyning 17-kuni Ulastay partizanları Nilqidan bularni tutishga kelgan saqchi idorasining odamlarini yo'qitib, tunji g'alibini qo'lga keltirdi ve 10-oyning 5-kuni Nilqi nahiya bozoriga hujum qilib, bir kech kunduz jang qilishi orqali
7-kuni nahiya bozorini ishg'ol qildi. 1944-yili oktabrdan noyabrgacha bo'lgan bir oy ichida Xitoy ishg'olchilari bilan Ulastay partizanlari o'rtasida 9 qitimliq hayot-mamotlik urush yuz bergan. Eng shiddatli hal qilg'uch urushlar 1-oktabrdagi Mazar urushi, Mazardovon urushi, To'qqiztara urushi va Toshdovon urushi edi. Mazkur urushlarda Osman Batur G'ani Batur bilan billa ikkinchi cho'ng zarbidor atratga boshchilik qilib, butun nilqi azmatlari orasida zo'r obro'y topgan. Osman Ibrohimovni G'ani Batur bilan bir atratga boshchilik qilish Akbar Batur va Qurbon Burhoniddinning o'rtaq fikri edi. Chunki ular yoshda hammadan kichik bo'lgan Osmanning nihoyatda ig'ir besiq va salmoq xarakteriga qoyil edi. G'ani Batur jangga kirsila raqiblariga yo'lvostak etilib hujum qiladi. Bu xil tavakkulchilikning dushmanlarga solgan qo'rqinchi haqiqatan qattiq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bir qo'shinning atamaniga nisbatan bu xil qaramliq butun qo'shinning halokatiga sababchi bo'lib qolishimi mumkin edi. Shu vajidan Ulastay bosh shtabi G'ani Baturni ikkinchi jangovar atratga bosh ataman, Osman Baturni muavin ataman qilib tayinlagan. G'ani Batur o'zidan 22 yosh kichik bo'lsa-mu, xarakteri pishqan 22 yoshlik Osman Baturni bek hurmat qiladi. Osman Baturning danqi 1944-yili 22 sentyabrgacha bo'lgan urushlardan keyin butun ilig'i pur ketgan. Uning qo'l ostidagi yoshda va tajribalarda cho'ng hisoblangan odamlar boshda uni ancha mansitmagan bo'lsa-mu, lekin uning urush qilishdagi farosatlari, taktikalari va urush san'atlarini ko'rgandan keyin hamma birdek uni beshida ko'tirgan va shartsiz itoat qilishgan. Osman Ibrohimov G'ani Batur bilan billa zarbidorlar atritiga tang qo'mondonlik qilib, dushmanlarga qarshi 9 cho'ng urushda tillarda daston bo'lg'idek qahramonliklarni ko'rsatgan. Osman Batur G'uljini ozod qilish urushi g'alaba qilgandan keyinla G'ani Batur bilan billa Talki tog'laridan va Kangsaydan Sayram ko'li tavasiga o'tib, Bo'rtala va Orshangni ozod qilish urushiga qo'mondonlik qilgan. Orshangda bo'lgan jang nihoyatda shiddatli bo'lgan. 1945-yili 5-iyul kunidan boshlab Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi 3 cho'ng urush liniyasi bo'yicha Gomindan Xitoylarga qarshi umumyuzlik hujum boshlagan. 1945-yili 9-oyning 11-kunigacha bo'lgan 66 kunlik shiddatli janglar natijasida Qurbon Burhoniddinovning jasur qo'shini shimoliy yo'nalishdagi armiyaning avangardlari sifatida eng muhim 2 viloyat Tarbag'atay va Oltay viloyatlarini to'liq ozod qilgan. O'rta va markaziy yo'nalishdagi eng sarxil qismlar Osman Ibrohimov boshligan zarbidor atratning dushman mudofaa liniyasini bichit qilishi natijasida 9-sentyabr kuni Jing va Shixoni tangli ozod qilib, dushman kuchlarining tayanch bazasi Urumchini ozod qilishga tayyorlangan. Shixoni ozod qilish urushining bosh qahramoni Osman Ibrohimov 1945-yili 8-sentyabr kuni tong saharda dushmanning oxirgi joyil istikam liniyasini portlatish jarayonida shahid bo'lgan. Uning vafoti askarlarning urushdagi jangovarligining necha hasilab ko'tarilib ketishiga sababchi bo'lgan. Natijada har millat azmatlaridan 711 nafar jasur azmatning jonlari va qonlari badiliga dushmanning Urumchidan keyingi ikkinchi cho'ng johil qo'rg'ini Shixo shahri ozod bo'lgan. Osman Ibrohimov oshqitimqi Shixo urushida qurbon bo'lgan 711 nafar azmatning sarkisi edi. Shundaqla Nilqa Ulastay Baturlari ichida yeshi eng kichik, eng oxirida shahid bo'lgan qimmatli qo'mondon edi. 1945-yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati Osman Ibrohimovga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan.